Bizani dinimiz juda ham chiroyli talqin qiladi, milliyligimiz chiroylilikni beradi va hozirgi paytda ham bizni aynan shu milliylik, kamtarona kiyinishlarni ko'proq targ'ib qilsak, ko'proq ko'rsata olsak, o'zimizni ko'rsata olsak, bu faqatgina kamtarona kiyinish qanaqadir belgi bermaydi, balki o'zimizni ham ichki holatimizni, ichki go'zalligimizni ko'rsatib bera oladi deb o'ylayman. Bizani o'zbekchilikda deymiz, dinimizda deymiz, ayollar qanchalik oddiyroq ko'rinsa va bu ularni sirliroq ko'rinishiga ham olib keladi deb o'ylayman. Ramazon oyida bizda hattoki ayollarimiz ham har doim baribir bizani mentalitetimizga, tarbiyamizga bog'liq bo'lgani uchun hamma ayollar, hattoki ruslar ham unaqa ochiq-sochiq kiyinishmaydi e'tibor bergan bo'lsangiz. Bizda O'zbekistonda shu mentalitet shunaqa chiroyli shakllangan, shu taraflama ko'p e'tibor beraman shunga. Masalan, rus qo'shnilarimiz bo'lsa ham har doim baribir Ramazon oyini, hayitlarni hurmat qilgan holatda qanaqadir hurmat qilib ko'rsatishadi. Kiyinish taraflama ham shu taraflari bor deb o'ylayman. Va zamonaviy hattoki qizlarimiz ham agar uni shunaqa desa bo'lsa, yopiqroq, oddiyroq, sokinroq, nafisroq kiyinishadi. Shu taraflama O'zbekistondagi ayollarimiz to'g'ri tarbiyalangan deb o'ylayman. Endi ba'zida nima kiyishni bilmay qoladigan ayollarimiz bo'lsa, asosan hozirgi paytda masalan shlyapali chiqdi yoki bo'lmasam bosh kiyimlarga ko'p urg'u berilyapti. Hamma narsani o'zini joyi bo'lishi kerak. Masalan, moda pokazlariga bo'lishi mumkin, ko'rgazmalarga bo'lishi mumkin. Shunaqada to'g'ri kelganda kiysa chiroyli bo'ladi. Lekin ba'zida yarashsa, yarashmasa kiyib olishni men tavsiya qilmayman. Asosan tanlayotgan kiyimimiz, ustki kiyimimiz bo'ladimi, bosh kiyimimiz bo'ladimi, borayotgan joyimizning tematikasiga to'g'ri keladimi, yo'qmi, qanaqadir etika qoidalariga to'g'ri keladimi, yo'qmi, ozgina o'y fikr qilib ko'rishimiz kerak. Men har doim milliylikni targ'ib qilish yaxshi ko'raman, chunki milliy matolarimizni hattoki chet elda ham borganda, "Vau, milliy matoyimizdan nimada adresdan kiyib olibsiz" bu deyishsa xursand bo'lib ketaman. Bu shaxsan o'zimizning yurtimizga berilgan kompliment deb hisoblayman. Va o'zimizda ham, O'zbekistonning o'zida ham milliy kiyimlarga urg'u berilsa, nimchalar bo'lishi mumkin, alohida yubkalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ustki kiyimlar bo'lishi mumkin. Har doim chiroyli ko'rinishga olib keladi va hech qachon uyaltirib qo'ymaydi. Agar u yana boya aytgandek bachkana yoki joyida emas qo'llanilmasa. Har doim ayollar o'zini ichki dunyosini ko'pincha kiyimga chiqaradi. O'shaning uchun ichki holatidan kelib chiqib, sokin, ozoda va nafis ko'rinsa, o'zbek ayollarimizni yanada husniga husn qo'shadi. Dunyo modasi ham yopiqlikka, sirlilikka qarab ketyapti. Bundan biz ham bemalol o'zimiz uchun kerakli xulosalarni olishimiz mumkin. Bizani dinimiz juda ham chiroyli talqin qiladi, milliyligimiz chiroylilikni beradi. Oldindan har bitta bizani tariximizdagi kiyimlar ham, hattoki paranjilarimiz, ularning xoshiyalari, ulardagi aksessuarlar, hattoki u qiz juvonmi yoki bo'lmasam turmushga chiqqan, chiqmaganligi, beva qolganligi hammasini aks ettirganda, bizani tariximiz, bizani boy madaniyatimizga o'xshash qanaqadir boshqa millatda men to'g'risi kamdan kam uchratganman. Juda ham boy tarixga egamiz va hozirgi paytda ham biz aynan shu milliylik, kamtarona kiyinishlarni ko'proq targ'ib qilsak, ko'proq ko'rsata olsak, o'zimizni ko'rsata olsak, bu faqatgina kamtarona kiyinish qanaqadir belgi bermaydi, balki o'zimizning ham ichki holatimizni, ichki go'zalligimizni ko'rsatib bera oladi deb o'ylayman. Ko'pincha ko'proq e'tibor xohlaydiganlar, ichida bund ko'tarilayotgan yoki bo'lmasam nimadandir bezovta insonlar yarki va o'ziga qaratadigan kiyimlarni kiyishni xohlashadi yoki bo'lmasam haddan tashqari ochiq deysizmi yoki qanaqadir boya aytganimdek ortiqcha aksessuarlar bilan ziynatlanishni xohlashadi. Lekin bu baribir o'zini bildirib qo'yadi, qanaqadir ma'noda didsizlikka olib kelib qo'yadi. Va siz o'zingizni, qalbingizni yoki bo'lmasam dunyo qarashingizni go'zal tarafini ko'rsatib bera olmaysiz. Sizni hamma aksent o'zingizni faqatgina tashqi ko'rinishingizda bo'ladi, ko'zni shunday qamashtirib yuboradi.
O'shaning uchun har doim o'zingizni statusingizni, o'zingizni bilimingizni, chiroyli dunyoqarashingizni yoki tarbiyangizni chiroyli ko'rsatishga xohlasangiz, albatta kamtarroq kiyinishga urg'u berishingiz kerak deb o'ylayman. Kiyim insonni albatta ichki dunyosini shunday ko'rsatib beradi. Bu bo'lishi mumkin qizlarimizni qachondir buvimiz kiyingan kiyimda yoki bo'lmasam onalarimizni bizga qachondir o'zligisi kiyishgan kiyimligisi bizga katta bo'lganimizdan keyin hattoki ta'sir qiladi. Agar biz u ko'ylakni ko'rmagan bo'lsak ham. Deylik, qaysidir atlas ko'ynaga, men masalan rangli atlasni kiya olmayman. Atlaslarni juda yaxshi ko'raman, bosiq, pastelli ranglarda bo'lishi kerak. O'zimdan kelib chiqib aytaman. Lekin atlasni juda yaxshi ko'rganim bilan, masalan, xon atlasni o'zim kiya olmayman. Juda ham yorqin rang. Qachondir meni buvim o'shani yoqtirmagan bo'lishlari mumkin. Ko'p hislar, tuyg'ular, qanaqadir hattoki yoqtirmasliklar ham bizda genlar orqali o'tib keladi. O'shaning uchun ham buvilarimiz, xolalarimiz yoqtirganlarni ko'proq baribir oilaviy qanaqadir etikasi deysizmi oilani, sizga ham yoqmasligi mumkin. Har bir ayol individual. O'zini kamchiliklari bilan, o'zini o'y-fikrlari bilan, o'zini injiqliklari bilan individual va unikal hisoblanadi. U kiyimi bilan yanada unikallashadi. Agar u didini topa olsa, o'zini ichki dunyosiga mos liboslarni kiya olsa, yanada go'zallashadi. Shunchaki bir xillarida faqatgina g'arbdan kelayotgan yoki bo'lmasam o'zimizda bo'lsa ham qanaqadir targ'ib qilinayotgan pachkana yoki bo'lmasam bizani mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan kiyimlarni aldanib qolmaslik kerak. Targ'ibga uchrab qolmaslik kerak. O'zingizni har doim shaxsiy fikringiz, o'zingizni xohishlaringizni va o'zingizni ichki dunyoyingizga mos kiyimlarni kiysangiz yanada go'zallashasiz. Bayramona ko'rinishi kamtarlik bilan uyg'unlashtirish. Men uyda bo'lsa kamtarlik bilan uyg'unlashtirish tarafdori emasman. Uyda xohlaganicha nokamtarona kiyinsa bo'ladi. Mazza qilib, chunki farzandlarimizning yonida ham ularda faqatgina qanaqadir zerikarli ko'rinishda ham bo'lib qolmasligimiz kerak. Chiroyli farzandlarning yonida ham kiysa bo'ladigan tarzda bayramona kayfiyatni beradigan liboslarni kiyishimizni, ayniqsa qizlarimizning yonida ko'rsatib olishimiz kerak. Ular bizdan baribir andoza olishadi. Ko'chalarda kiyinganda yoki tadbirlarda bo'ladigan bo'lsa, aynan Ramazonga mos bo'lishidan qat'iy nazar, umuman bizning mentalitetimizdan, milliyligimizdan kelib chiqib kiyimli tanlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Ramazon uchun qaysi ranglar ko'proq mos keladi deb o'ylaysiz? Yashil rang, shubhasiz oq rang, moviy ranglar, pastelniy rang degan ranglar bor, ya'ni pushti rangi sokin ko'rinishi, sariq rangi sokin ko'rinishi, oq va qorani ham sokin ko'rinishlari bo'lsa juda ham chiroyli bo'ladi. Zamonaviy trendlarni saqlagan holda kamtarona kiyinishni qanday uddalashi mumkin? Yoshlar hozir qulaylikka ko'proq e'tibor berishadi. Lekin shim bilan kiyilgan koftalarimiz tobora kaltalashib boryapti. Bu zamondagi asosiy muhim muammo desa ham bo'ladi. Shimning ustidan kiyilayotgan koftalar tobora kaltalashib boryapti. Shu narsani biza iloji boricha ushlab turishga va qanaqadir ma'noda umuman kaltalashib ketib, masalan Turkiya yoki boshqa musulmon davlatlarda ham hattoki shimlarni bemalol koftichkalar bilan kiyib ketishadi. O'sha darajaga ketib qolmasligimizni oldini olishimiz kerak deb o'ylayman. Yoshlarning didi hozirda juda ham zo'r. O'quvchilarimdan ko'raman, juda ham tikayotgan kiyimlari yoki bo'lmasam tanlayotgan obrazlari juda ham chiroyli. O'zini brendiga asos solib, brend asosida chiqarayotgan kiyimlari juda ham zo'r shogirdlarimni faxrlanib ketaman. Va hozirgi paytda faqatgina shu g'arblashib ketmasak, o'shanisiga qarab turilsa, ularni didida qanaqadir muammo ko'rmayman. Shunchaki o'sha mentalitetimizga va bizani milliyligimizga ko'proq urg'u berilsa bo'ldi. Tashqi ko'rinish, kiyim bo'yicha ayollarga asosiy maslahatim kichkina qonun-qoidalar bor. O'shalarga amal qilsa yana ham chiroyli ko'rinadi. Ya'ni birinchisi shu gulli kiyimlarga yana gulli ro'mol o'rashni tavsiya qilmayman. Ya'ni bo'lishi mumkin chiziqli qanaqadir ko'ynak va gulli ro'mol bo'lishi mumkin. Ko'zli ro'mollarni masalan tavsiya qilmayman. Qanaqadir marosimlarga, yig'inlarga yoki bo'lmasam to'y hashamlarga ko'zli ro'mollar chiroyli turadi. Kundalik paytida ko'zli ro'mollarni tavsiya qilmayman. Eng shovxona ko'rsatadigani однотонный deydi, bitta rangdagi va monoxromniy, ya'ni kiyinish ham ozg'in ko'rsatadi, ham chiroyli ko'rsatadi, ham bo'yni baland ko'rsatadi, ham kamtarona ko'rsatadi. Monoxromniy kiyimlarni juda ham tavsiya qilgan bo'lardim.
faqatgina qoraga emas, seri rang bor, kulrang bor. Undan tashqari hozir juda ham urfda bo'lgan jigarrang rang bor. Ular ham kamtarona hisoblanadi, ham trenddagi ranglar hisoblanadi. Ular yana ham odamni shohona ko'rsatadi agar qoradan charchagan bo'lsa va ko'pincha hamma o'ylaydiki, oq rang odamni semiz ko'rsatadi deb o'ylaydi. Agar to'g'ri tanlansa, ya'ni hech qanaqa kesiqlasiz, bo'yingizni kesmaydigan darajada tanlansa, oq rang ham hattoki to'lichadan kelgan ayollarimizni ozg'in ko'rsatish xususiyatiga ega. Shunchaki siz yarashtirib kiyishni bilishingiz kerak. Va boya aytganimdek, masalan, adras bilan gulli ro'mol yoki bo'lmasam gulli ko'ylak bilan garoshka deysizmi yoki bo'lmasam chiziqli ro'mol deysizmi, shunaqalarni taqmaslikni maslahat bergan bo'laman. O'zbekistonimni nafis ayollarni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Ularga bu oyda yanada qalblari iymon nuri bilan to'lishini tilab qolaman. Bundan tashqari biz yanada bu oyda go'zallashib, oilamizga yanada mehr berib, tashqi ko'rinishimizni ham, ichki dunyomizni ham go'zallashtiradigan ibodatlarga kuch berishini tilab qolaman.